Assalomu alaykum azizlarim. NLP terapevti ongosti bilan ishlovchi mutaxassis Malika Mamaliyevaman. 3 yillik tajribaga egaman. NLP bilimlari orqali siz maqsad qo'yishni o'rganasiz. Maqsad qo'yishni o'rganish orqali o'z hayotingizni mustaqil ravishda boshqarishni o'rganasiz. Sog'lomsizliklar bilan ham ishlasa bo'ladi. NLP texnikalari orqali sog'lomsizliklarga maqsad qo'yib, sizga kerak emas bo'lgan sog'lomsizliklarning barchasidan voz kechasiz. Ortiqcha vazn bor bo'lsa agar, ortiqcha vazn ham o'z-o'zidan avtomatik chiqib ketadi. Hamda buning hammasi sizning ongingizga programma o'rnatish orqali bo'ladi. Siz hayotdan zavq olishni xohlasangiz, vaqtingizni foydali narsalarga, kerakli narsalarga sarflaysiz. Siz o'zingizni, hayotingizni o'zingiz boshqara olasiz. Siz xohlamasangiz, sizni hech kim xafa qila olmaydi. Buni hammasi NLP bilimlari va texnikalari orqali. Men sizga juda ham qulay narxda bu NLP bilimlari, NLP texnikalarini paketlarda qulay narxda tayyorladim. Siz o'zingizga investitsiya qiling. NLP texnikalari va bilimlari orqali oson va yengil muvaffaqiyatlarga erishing, hayotda omadli va boy insonga aylaning.